mexanika asoslari va yer usti transport tizimlari kafedrasi o'qituvchi stajyori Rajab Boburman. Bugun avtomobil konstruksiyasi fanidan avtomobillarning ekspluatatsion xususiyatlari nazariyasi degan mavzu bilan tanishib o'tamiz. Avtomobil nazariyasining rivojlanishi, avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari, bizning rejalarimiz birinchisi kirish, avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari, o'lchagich va ko'rsatkichlardan iboratdir. Avtomobil o'zlaringiz bilasizlar, bir nechta talablardan kelib chiqqan holatda ishlab chiqaruvchi tomonidan yig'iladi. Mana masalan, iste'molchilar o'ziga qulay avtomobilni tanlashda uni tashqi ko'rinishi, qulayligi va har qanday iqlim sharoitlarida harakatlanishiga qarab avtomobilni tanlab sotib oladilar. Avtomobillarni tanlashda yoki ishlab chiqarishda davlatdan o'z standartlarini joriy etilgan. Bu standartlardan tashqariga chiqib bo'lmaydi. Avtomobil transportida harakatlanishda turli xil ekspluatatsion sharoitlar ta'sir qilishi mumkin. Mana masalan, yo'lning har xil cho'nqirlari bor yoki tabiat iqlimi, shunga o'xshagan iqtisodiy jihatlar yoki boshqa tomonlardan avtomobilning ekspluatatsion sharoitiga ta'sir qiladigan sharoitlar bo'ladi. Transport vositalarining ekspluatatsion xususiyatlari nazariyasi, avtomobillar nazariyasi yoki ruscha qilib aytganda teoriya avtomobili deb aytsak bo'ladi. Unda bir nechta asosiy atamalar bor. Avtomobilning sifati deganda nima tushunamiz? Avtomobil sifati uning belgilangan vazifasiga va qo'yilgan talablarga mosligini har tomonlama baholovchi xususiyatlar majmuasini tushuniladi. Avtomobilning sifati belgilangan xususiyatlari bo'yicha talablarni qondirish darajasi bilan belgilanadi. Xususiyat deganda biz nima tushunamiz? Xususiyat bu avtomobilning muayyan tashqi muhit ta'sirida shakllanadigan o'lchov yoki ko'rsatkichlar bilan ifodalangan belgilanadigan xarakteristikasi. Avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari o'zi nima bu? Avtomobil nazariyasi bu muayyan sharoitlarda avtomobildan samarali foydalanish imkoniyatini xarakterlovchi ekspluatatsion xususiyatlar to'g'risidagi fan bo'lib, avtomobilning konstruksiyasi ushbu sharoitlarga qay darajada javob berishi ma'lum ma'noda baholash imkonini beradi. Ekspluatatsion xususiyatlar bu avtomobilning ekspluatatsiyaga moslanganlik darajasini aniqlovchi xususiyatlar guruhiga kiradi. Ekspluatatsion xususiyatlar deganda nimalarni tushunamiz? Ekspluatatsion xususiyatlarga mana masalan avtomobilning harakatdagi xususiyatlar yoki tortish tezlik xususiyatlari, tormozlanish xususiyatlari, yonilg'i tejamkorlik va shunga o'xshagan bir nechta xususiyatlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Avtomobilning konstruksiyasining ekspluatatsion xususiyatlariga bilan o'zaro bog'liqligi qanday? Bu savolga quyidagicha javob berish mumkin. Mana sizlar oldingi kurslardan yaxshi bilasizlar avtomobilning tuzilishini. Avtomobilning tuzilishida dvigatel bor yoki rul boshqarmasi, transmissiya, osmalar yoki tormoz tizimlari. Mana kelinglar, dvigatelning konstruksiyasi qanday xususiyatlarga ta'sir qilishi mumkin ekan. Dvigatel ishlab turgan paytda tortish tezlik xarakteristikasi yoki yonilg'i tejamkorligi, o'tavonligi, ekologik xususiyatlar va shunga o'xshagan xususiyatlarga o'z konstruksiyasi bilan ta'sir qiladi. Agar dvigatel mohirona tuzilgan bo'lsa, tayyorlangan bo'lsa, har tomonlama mustahkam qilingan bo'lsa, unda tortish tezlik xarakteristikasi, yonilg'i tejamkorligi, o'tavonligi va ekologik xususiyatlar. Ekologik xususiyatlari nima? Mana masalan, avtomobil dvigateli ishlab turgan paytda undan chiqadigan chiqindi gazlarni ekologiyaga ta'sirlari tushuniladi. Bundan tashqari, mana kerakli masalan, rul boshqarmasining konstruksiyasi qanday ekspluatatsion xususiyatlarga ta'sir qiladi? Rul boshqarmasining konstruksiyasi boshqaruvchanlik, manevrchanlik, harakat xavfsizligi yoki avtomobilning tug'unligiga juda katta ta'sir qiladi. Shu bois rul boshqarmasiga konstruksiyasini tuzishda juda ehtiyotkorlik bilan hisob kitoblarni bajarib yaxshi natijalarga erishish kerak. O'lchagich va ko'rsatkichlar degan narsa ko'rib o'tamiz. O'lchagich nima bu? O'lchagichlar avtomobil ekspluatatsion xususiyatining o'lchov birligidir. O'lchagich avtomobil ekspluatatsion xususiyatlarini sifat jihatdan xarakterlaydi. Ba'zida ekspluatatsion xususiyatni to'liq baholash uchun bir nechta o'lchagichlar kerak bo'ladi.
Ko'rsatkichlar esa shu o'lchag'ichlarni ishlatgan paytimizda ularni o'lchag'ichlardagi raqamlar yoki qanaqadir natijalarni bizga ko'rsatib beradigan ko'rsatkichlar tushuniladi. Dinamik xususiyatlar. Bu nima? Dinamik xususiyatlarda biz tortish tezlik va tormozlanish xususiyatlarini tushunamiz. Tortish tezlik xususiyatlari turli yo'l sharoitida avtomobil tortish rejimida harakatlanganda dvigatel xarakteristikasi yoki yetakchi g'ildiraklarning yo'l bilan tiklashish bo'yicha avtomobil harakat tezligini va tezlanish intensivligini o'zgarishi diapazonini aniqlovchi xususiyatlar yig'indisi. Tormozlanish xususiyati nima? Tormozlanish xususiyati avtomobilning har xil yo'l sharoitlarida tormoz rejimida g'ildiraklarga tormoz momenti berilganda harakatlanganda uning maksimal sekinlanishini aniqlovchi xususiyatlar yig'indisidan iboratdir. Yonilg'i tejamkorlik xususiyati nima? Biz bilamiz, bizlarda avtomobilning harakatlanishida eng yonilg'iga bo'lgan sarf xarajat tashish standartini juda katta qismini tashkil etadi. Shu uchun avtomobilni yonilg'i tejamkorligi qancha katta bo'lsa, bizda avtomobilga qilinadigan sarf xarajatlarimiz shuncha katta bo'lib ketadi. Yonilg'i tejamkorligini avtomobilning turli ekspluatatsiya sharoitlarida transport ishini bajargandagi yonilg'i sarfini aniqlovchi yonilg'i energiyasidan samarali foydalanish xususiyatlari yig'indisidan iboratdir. Boshqaruvchanlik. Bu qanaqa xususiyat ekan? Boshqaruvchanlik xususiyati avtomobilning boshqaruvchi g'ildiraklar holati o'zgarganda harakat yo'nalishini o'zgartirish xususiyatidir. Manevrchanlik biz bilamiz. Manevr deganda avtomobilni bir holatdan ikkinchi holatiga o'zini yo'nalishini o'zgartirishini tushunamiz manevrda. Avtomobilning yo'nalishini keskin o'zgartirib, katta egrilik bilan harakatlanishini talab etuvchi sharoitdagi cheklangan maydonda o'zining holatini o'zgartirish imkonini xarakterlovchi xususiyati yig'indisi manevrchanlik deb ataladi. Turg'unligi avtomobil turg'unligi nima deb tushunish mumkin? Avtomobilning harakat yo'nalishini saqlab qolish va avtomobilning yo'nak surilishi va ag'darilishiga olib keluvchi kuchlarga qarshilik qilish xususiyati. Ya qanaqa kuchlar, qanaqa qarshilik kuchlar ta'sir qilishi mumkin? Masalan, havoning qarshilik kuchi, shamolning qarshilik kuchi yoki avtomobil harakatlanib burilayotgan paytida u yon tomonga surilishi va shunga o'xshagan qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar tushuniladi. O'tavonlik avtomobilning yomon va og'ir yo'l sharoitlarida harakatlana olish hamda qo'shimcha yordamchi kuchlarsiz yo'l to'siqlaridan o'ta olishi xususiyati o'tavonlik deb ataladi. Avtomobilning yurish ravonligi xususiyati. Avtomobilning notekis yo'llardan harakatlanganda kuzovning kuchli silkinish va tebranishlarsiz harakatlanishi ta'minlovchi xususiyatlari yig'indisiga avtomobilning yurish ravonligi deyiladi. Mana bugungi darsimizda mana shular bilan tanishib o'tdik. Qolgan darsimizda qolgan keyingi mavzularni forumda yoki modul tizimida birin-ketin tashlab olgan, ochib ularni tanishib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.